Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Minecraft o'yinini o'ynab beraman. Go. Birinchi biz yangi server yaratamiz, ya'ni bir joyga tushib olamiz va bu yerdan serverga nom qo'yib olamiz. Men o'z profilim nomini qo'ydim. Mana men hozir tushgan joy, orqa tomonimda tog', bu yerimda daraxtlar va mana mening ko'rinishim. Bugundan boshlab sizlar uchun mana shunday ko'rinishda o'ynayman. Endi to'g'riligimizda ishga o'tamiz. Mana biz 12 ta daraxt oldik. Endi mana bo'lib ekan molni o'ldiramiz. Och qolganda kerak bo'ladi. Mol go'sht halol. Ichidan anasi ham chiqdi. Nima deydi shuni? Bir bola charimmi? Go. Daraxt ekib chiqay, kerak bo'ladi. Yana 12 ta daraxt oldik. Endi biz uy qurishimiz kerak. Bu yana bitta jo'ja bor ekan, o'ldirib olaylik buni ham. Tovuq go'shti ham halol do'stlar, yenglar tovuq go'shtidan. Endi uy qurish kerak. Uyni qayerdan qurishni o'ylab oldim. Endi bizga kerakli asboblar kerak bo'ladi uy qurish uchun. Ularni olaman va ishga o'taman. Bu yerdan kirka olamiz. Kirkani olamiz va uyni qurishga o'tamiz. Go.